Sizning ham bolangiz ko'p shamollaydimi? Immunitet past deb o'ylaysizmi? Aslida bunga o'zingiz sababchi ekanligini bilasizmi? Bu videoni bolasi ko'p shamollashdan shikoyat qiluvchi onalarga borib qo'yamiz. O'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, sovuq havoda ko'proq vaqt o'tkazgan bolalarda 30% gacha shamollash kam kuzatilgan. Aslida biz bolani issiq havoda ushlab, shamollashiga sababchi bo'lamiz. Sovuq havoda o'ynagan va toza havoda nafas olgan bolalarda immunitet mustahkam bo'ladi. Bunga sabab sovuq havo qon aylashini yaxshilaydi, organizmni stressga moslashish qobiliyatini oshirib beradi. Umumiy chidamlilik va immunitetni ko'tarib beradi. Yana bir katta muammolardan biri shamollash payti antibiotiklardan palapartish foydalanish. 90% holatlarda shamollash ORV virus orqali kelib chiqadi. Bunda antibiotik sizga hech qanaqa yordam bermaydi. Faqatgina patogen bakteriya orqali kelib chiqqan bronxit yoki pnevmoniya bo'lsa, maxsus shifoxonada va shifokor nazorat ostida antibiotik qo'llanadi. Uy sharoitida antibiotik qo'llashdan oldin o'ylab ko'rishingizni maslahat beramiz.